Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiy komiteti a'zolari Dunyo bankisining boshlig'iga xat yozib, xalqaro pul muomala shirkatlarining Xitoydagi kishilik huquq tafsandachiligiga chetishliq 4 shirkatga qarz berganligidan andisha qilayotganligini bildirgan. Bu xatda xalqaro pul muomala shirkatlarining Sharqiy Turkiston rayonidagi kishilik huquq tafsandachiligiga chetishliq shirkatlarga oz deganda $486 million pul ta'minlaganligi, Amerika hukumati va xalqaro tashkilotlar Uyg'ur rayonidagi qabih zo'ravonlikni irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan turug'liq xalqaro pul muomala shirkatlarining buningga amal qilmaganligi, hatto o'zlarining kasbiy o'lchamiga rioya qilmaganligi o'tirib qo'yilgan. Amerika parlamenti vakillar o'miki Xitoyning eglik huquq talabi bor bo'lgan Tayvanni ziyorat qildi. Kengash palatasi Xamchot komitetining a'zosi Jumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Lindsey Graham boshchiligidagi partiyasiz vakillar o'miki to'nigun kechda Taybeyga keldi. Amerikaning Tayvandagi bosh elchixonasi rolini o'ynayotgan Tayvan Amerika institutining bildirishicha, hay'atda Grahamdan boshqa Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisi Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zosi Bob Menendez, Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zolaridan Robert Portman, Richard Burr, Bin Sasi va Avam palata a'zosi Ronnie Jackson qatorliqlar bor ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga norozilik bildirib, Amerika Tayvan bilan bo'lgan rasmiy aloqani oxirlashtirish orqali xatarlik yo'lda mengishdan saqlanishi kerak dedi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida $50 million mablag' bilan Qirg'iziston-O'zbekiston taraqqiyot fondi qurildi. Bosh shtabi poytaxt Bishkekda ta'sis qilingan O'zbekiston-Qirg'iziston taraqqiyot fondining rasmiy ochilish marosimi Qirg'iziston prezident markazida o'tkazildi. Qirg'iziston-O'zbekiston taraqqiyot fondi ta'sis qilish kelishimi prezident Sadir Japarovning 1 yil ilgari O'zbekistonga qilgan rasmiy ziyorati doirasida imzolangan. Rossiya TASS agentligining xabariga qaraganda, Xitoy Savdo ministrligining bayonotchisi Shu Jo'ding bir qism chet ellik sheriklarning Rossiyaga qaratilgan embargolar sababli Xitoy shirkatlariga bo'lgan besimni kuchaytganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, Beijing doiralari Xitoy-Rossiya savdo va iqtisodiy hamkorlikni nishon qilgan bu xil besimga qarshi tadbir qo'llanishga tayyorlik qilmoqda ekan. Pakistan Milliy Majlisining muavin boshlig'i Qosim Suri sobiq bosh ministr Imron Xonni o'z ichiga olgan 123 nafar parlament a'zosining iste'fo berganligini e'lon qildi. 10 aprel Pokistonda parlamentda o'tkazilgan ishonch ovozi natijasida 174 qarshi bilan Imron Xon hukumati yiqildi. Kanada Davlat mudofaa ministri Anita Anand Kanada qurolli qismlaridan 150 askarning Polshaga avatilganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Avstraliya Ukraina bilan urush qilayotgan Rossiyaning strategik va iqtisodiy ahamiyatga ega 14 davlat korxonasiga moliya jazosi beradiganligini e'lon qildi.